Bundan oldingi videoda men sizlarga tonerlarini, mislarini va SPF'larini ko'rsatdim. Hozir bo'lsa Yeslaboni ikki xil sivritkasini ko'rsatdim. Bundan ikkalasini birga qo'shib oladigan bo'lsanglar, rezultatini уже 3-2 haftasida ko'rasizlar. To'g'ri, qimmat, почти 1 millionga yaqin bo'ladi ikkalasi. Lekin rezultat ko'rmoqchimisizlar? Necha yildan beri kurashayotgan ajinlarni yo'qotmoqchimisizlar? Unda professional sivritkalar va tonerlar ishlatishingiz shart. Qizlar, ajinlik ishlaydi, valifilin effekti bor, lifting effektini beradi, plus tirishib qolgan joylarni ham valifilin effekti bilan ko'tarib beradi. Ikkinchisi bo'lsa Milazora ampula qizlar. Niacinamidda trinoxamid va glutationi bor. Niacinamid necha yillik dog'lar bilan kurashadi. Ya'ni quyoshdan tushgan dog'lar, uklidan qolib ketgan chuqur dog'lar bo'lsa, uni уже ichidan davolash kerak. Uning uchun professional sivritka kerak. Trinoxamid bo'lsa, sepkilli qizlarimiz uchun sepkillarni ochartirishga va ularni yo'qotishga ishlaydi qizlar. Glutation yuzingizda aytaylik hech qanaqa dog'lar, sepkillar yo'q, lekin yuzingiz rangi o'chgan, yuzingizni ochartirmoqchisiz, yuzingizni tiniqlashtirmoqchisiz, unda glutation yordam beradi. Yog'li, quruq, ko'mba yuzlarga ham tushadi. Ikkalasi ham nalichida bor. Zakaz berish uchun direktdan murojaat qilinglar.